Assalamu alaykum hörmətli dostlar, mənglarning kimi şahınlar xeyirlik bolsun. Uyğur Uçur Texnikası YouTube kanalımızga hoş gəlibsizlər. Bugünkü dərsimizdə bolsa, torbət layihələş və elan qilish haqqında şu dəstləbki savatlarını sözləb ötümüz. Biz aldınqı dərslərimizdə, yəni Amazon tor münasibətləri dərsdə şu torbətni qanda yasaş, qanda elan qilish haqqında dəstləbki səviyyəni sözləb ötkəndik. Əmdi mavi dərsimizdə bolsa, biz şu adətdəki bir torbət layihələş yoki özününki şəxsi bətlərini içiş və yoki adətdəki tema yollaydigan blog şəkildəki torbətlərini aşqıcı dostlar üçün, yəni içişini arzu qıldığan şunda bir planı var, arzusu var dostlarımız, qarindaşlarımız üçün bu dərsini tayarladıq. Əmdi bu dərsdə biz asaslıqı şu torbətni elan qilishda qandaq jarayonlarni besib ötümüz, qaysi ishlarni qilimiz, shularni so'zlab ötümüz. Əmdi bu torbət yasash üçün bir qancha xil texnikalar lazım bo'ldi. Hamda bu torbətdə biz daim HTML, CSS, JavaScript qatarlıq mushu tillarni ishlatamiz. Ondan keyin masalan cho'ngroq bir bətlarni yazmoqchi bo'lsak PHP, jQuery, andan keyin ma'lum bir uchurlarni mushu saqlamoqchi bo'lsak MySQL yoki PostgreSQL, NoSQL qatarlıq mushu sonliq ma'lumot omborlarini ishlatamiz. Bular şu torbət layihələş üçün ən köp qo'llanılan texnikalar bo'ldi. Hamda siz bir adətki bir torbətni yazmoqchi bo'lsangiz, HTML, CSS, JavaScriptni bilishingiz kerak yoki mushuna haqida azroq bir tushanchangiz bo'lgan ahvolda siz tayyor shu yozilgan torbətlarni o'zgartirib, uyg'urchalashtirib, uning yangi narsalarni qo'shib o'zingizniki shu torbətini e'lon qilsangiz bo'ldi. Bular shu ən mühim texnikalar hesablandı. Əmdə bu torbətni elan qilishdan burun tor sahəsində ən köp qo'llanılan bir qancha xil söz, yəni kelimeler var. Şu sözlerini biz öğrenip çıkaylı. Yani IP degen nima, DNS deydi, anandakin isim haqqında şu uçurlarını biz bir-birlab sözləb ötəyli. Əmdə IP degen nima? Qaraydigansak həmmiyədə IP deb başqalardan anlayımız, torbətlərdə görmüz. Bu IP degen nima zadi? Nə bir görüb ötəyli. Əmdə IP degen bu internet kelişimnaməsi. Bu internet kelişimnaməsində bu əlaqə üçün işlətilən kompüter ulanğan hər bir üskünəyə təqsimlənən rəqəmlik belge. Yəni şu internet kelişimnaməsi arqılıq şu torğa ulanğan kompüterlərə bəyən bir numara hesablandı. Məsələn biz bir torbətni elan qılmaqçı bolsaq, bu torbət məlum bir şu kompüterdə boldu hesabda. Şu kompüterə berilgan şularninki adresi deb tushunsak bo'ldi, oddiy qilib aytgan vaqtida. Hamda bu yerda IP'niki bir qancha xil turlari bor. Biz doim ko'rgan IP'lar bo'lsa, IP v4 degani, ya'ni IP version 4 degani bu 66.172 degandek mushu shaklda bo'ldi. 4 nimdan tarkib topdi. Hamda bular 66.0'dan tartib 255 kishi bo'lgan 256 sonini o'z ichiga oldi. Hamda IP version 6 yani nashr 6 degan IPv6 deganda bu bir qadar murakkab bu IP shakli bo'ldi. Bunimi balkim to'g'rilarda uchirtib kelishingiz mumkin. Shuningga shu IPv4 bilan IPv6ninki farqini bilib olsangiz bo'ldi. Hamda DNS degan nima? Biz doim DNS deganlarni uchirtimiz hamda. Bu DNS degan zodi nima? DNS şu internetdagi hesabda telefon daftari bu abonentlarga şu tor ko'rgizgichda yozgan ismlar, torbət adreslari, masalan Google yoki Facebook, Amazon degandeklarni yozgan chaqda bu DNS bu torbətlarninki IP'sini tepishga mas'ul bo'ldi. Chunki har bir torbətninki o'ziga xos bir IP'si bo'ldi. Biz şu isimlarni yozgan chaqda bu isimlar DNS'ga berib, DNS orqali IP'ni tepib bizninki
muşu əsli köməkçi bolğan, ziyaret qılmaqçı bolğan tor bətlərini tepib qıpırdı. Bular həmmisi muşu DNS mülazimətləri arqılıq yüz berdi. Əmdə bu DNS muşu kəlgən hər xil sual deydi, request deyimiz, əmdə ingiliscə şularga cavab izləş, yəni response beriş üçün işlədirən muşu maşina deb atabda, əmdə bunu DNS-ni Domain Name System deganki qisqartılma ismi. Muşunama bilishinglarni tavsiya qilman. Hamda name server degan nima degan vaqtida biz mushu torbatda ism mulozimatlari, mushu tor mulozimatlarininki IP adres bilan mushu yani IP adres bilan ismni ulashga yordam berdi. Masalan biz doim bu IP adres bilan torbatga kirib olmaymiz. Chunki IP adresini esda tutib olish nihoyatda tez. Biz isimni, torbat isimni yazmamız. Mesela Facebook yoki facebook.com yoki google.com ve yoki amazon.com degandek shunda adreslarni yozgan chog'da bu name server shu adresni yozganda shu adresga bog'langan IPni tepish orqali bizningki shu ko'makchi bo'lgan tor betimizni bizga chiqarib berdi. Bu shu name serverninki alayda ishiltish usuli, ya'ni ishiltish o'rni. Hamda domain ismi degan nima degan vaqtida domain ism, buni inglizcha domain name deydi, hamda bu domain degan nima degan vaqtida domain bizningki doim esimizda tutib oladigan, masalan www.facebook.com yoki google.com, amazon.com degandek mushunda torbatlarning ismlarini biz domain ismi deb ataymiz. Bu domain ismi mushu tor nomi yoki bir yoki bir qancha IP adresini farqlantirish uchun mushu domain ismini qo'llanamiz. Ya'ni biz ma'lum bir torbatga kirish uchun mushu domain ismini, ya'ni facebook.com yoki amazon.com degandek ismlarni yozish orqali bu torbatga kiramiz. Bu vaqtida bu domain ismi lozim bo'ldi. Biz torbat ochmoqchi bo'lgan vaqtimizda cho'qim mushu domain ismini setib olishimiz kerak. Hosting degan nima degan vaqtda hosting, masalan biz bir torbatni yasadik. Bu torbatni cho'qim e'lon qilishimiz kerak. Buni nada e'lon qilamiz? Ya'ni bir torbatni yasadik, shu torbatni bir yerga qo'yishimiz kerakki, boshqalar ko'ra olsin-da. Buni biz mushu har xil usullar bor. Buningki mushu hostinglar yoki tor mulozimatlari orqali mushu e'lon qilamiz. Hamda biz kichik tipdagi torbat yoki shaxsiy blog qatorliqlarni e'lon qilmoqchi bo'lganligimiz uchun har xil bulut suplarga, ya'ni shu tor mulozimatlarga, cloud servislarga hech qanday ehtiyojimiz tushmaydi. Biz odatdagi bir torbatni qilmoqchi bo'lganligimiz uchun biz azan chiqim oz ketirgan narsani tanlashimiz kerak. Buning ichida hosting, ya'ni shared hosting deydi. Bu bir kompyuterni boshqalarga har xil bo'lib shularning ishlatish uchun berilgan bir mulozimat turi. Buni biz hosting deymiz. Biz mushu hostingni setib olib, mushu hostingda o'zimizningki torbatlarni shu yerga qo'yib, buni e'lon qilamiz. Hamda biz amaliy mashg'ulot qilish orqali bu torbatni qanda e'lon qilamiz, bir torbatni qanda boshqalar ko'ra oladigan shaklga akilamiz. Shuni bir ko'rib o'taylik. Biz bayam so'zlab o'tgandek, biz o'zimizningki torbatini e'lon qilish uchun cho'qim bir domain name, ya'ni ism setib olishimiz kerak. Bu ismni biz qanday setib olamiz? Bu yerda har xil ism setib olgan torbatlar bor. Men hamda mushu eng ishonchlik ism setib olgan GoDaddy degan torbatni sizlarga tavsiya qilaman. Ham mushu torbatda qanday ism setib olganligini sizlarga ko'rsatib o'taman. Endi biz bu yerda GoDaddy deganni ochgandan keyin bu torbatga biz avval a'zo bo'lamiz. A'zo bo'lib bo'lgandan keyin andan keyin shu a'zo bo'lgan nomimizda torbat ismlarini setib olamiz. Hamda bu yerda men a'zo bo'lgan, shuningga qanday a'zo bo'lishni sizlarga bir-birlab ko'rsatib yurishimninki hech qanday hojati yo'q. O'zinglar a'zo bo'lib qo'yasanglar bo'ldi. Bu pek oson usul bu, ya'ni Facebook yoki bir Gmail olgandeklam oson yo'l orqali buni a'zo bo'la olamiz. Hamda bu torbat qilib bo'lgandan keyin biz bu yerga olmoqchi bo'lgan ismimizni yozsak, mushu ismninki bar yo'qligini bizga tepib bera oladi. Hozir masalan Uyg'ur degan yozsa, masalan Uyg'ur.com degan ismni hozir available deydi. Ya'ni buni boshqalar app'da setishga chiqaribdi-da. Qarasak 500 ming
dollarga buni setishga chiqaribdi. Asla qaraydigan bo'lsak, uygurko.com, uygurim.com, uyg'ur chek studio, uyg'urmi chek.com degandek shunday har xil torbat ismlari hozir bekor ekan. Shu ismlardan bir şeyden setib olsangiz bo'ldi. Qanday ismni siz olmoqchi bo'lsangiz yoki shu ismning bor yo'qligini bilmoqchi bo'lsangiz, shu GoDaddy'ga kirib, ya izlash rayoniga shu ismni yozsangiz, sizningki shu ismninki bekor yoki bekor emasligini sizga ko'rsatib berdi. Qaraydigansak, mesela uyg'urit.com deganda boshqalar app bo'libdi. App bo'lgan bo'lsa, is taken deydigan torbatning ismi bor, is taken deb menda chiqadi. Ondan keyin qaraydigansak, bu yerda har xil e'lonlangan bekor torbatlar chiqadi. Buning bu yerda yanda bahasi bor. Masalan, birinchili $11.99 dan berilgan, undan keyin $17.99 chiqar ekanda. Birinchili mesela $11.99. Yani bazı isimler $3295 iken, bazı isimler birincili 99 centken, ondan keyin $14.99 örleydi iken. Hem de siz bu setib olmoqchi bo'lgan ismni qilgandan keyin bu yerda add to cart deb bor. Buni bossangiz sizniki shu setib olish ko'znagi chiqadi. Setib olish ko'znakda bu yerda jami pul var. Bu yerda qaraydigansiz, qancha yillik setib olmoqchi bo'lsangiz, shuncha yilni bu yerdan tanlay olasiz. Masalan, men torbatni 2 yillik qilsam 16% menga bahasini tushirib bergan. 3 yillik qilsam 3 yillikning bahasi bu yerda chiqadi 11%. 11% bu yerda bahasini tushirib bergan. 2 yillik qilib tanlab continue to cart deb menda bossak, andan keyin bu shu pul to'laydigan yerga ochildi. Bu yerda har xil qaraydigan bo'lsak, tanlash turlari bor ekan. Masalan, shu torbatninki, tor ismninki qo'g'dash, andan keyin ba'zi shaxsiy uchurlarni boshqalarga ko'rsatmaslik qatorliq har xil mulozimatlar bor ekanda, biz bu yerdan no thanks deganni tanlasak bo'ldi. Agar setib olmoqchi bo'lsangiz, buningda har yilda 99 cent ma birinchisiga, manada $14.99 to'layotgansizda. Hozir men no thanks deganni tanladim. Andan bu yerda start your website for free deydi. Bu yerda mana bossangiz, bu bosgandan keyin sizga shu torbatingizga bir odatdagi betdan birini o'zi qurib berdi ekan. Buni açsanglar bo'ldi yoki açmırsanlar bo'ldi. Men buni açmadim. Andan bu yerda har xil mulozimatlarni setib olmoqchi bo'lsangiz, masalan, email setib olmoqchi bo'lsangiz, har xil turlari bor ekan. Shuni tanlab qilgandan keyin keyingi qadamga o'tsak bo'ldi. Men bu yerda no thanks deganni bosdim. Bosib continue to cart qilib, bunda bosgandan keyin keyingi qadamda bu yerda pul to'laydigan yerlar chiqadi. Men qaraydigan bo'lsak, 2 yillik dedi. Buningki bu yerda jami puli chiqdi. Ondan bu yerda check out degani bosib, check out deganni bossam, bu yerda pul to'laydigan rayoni chiqadi. Pul to'laydigan rayonda butun shu o'zingizningki davlat rayoni, ism familiyasi, ondan keyin telefon nomeri, adresi deganda hammani to'shqizib, ondan bu ismni setib olsangiz bo'ldi. Ismni setib olgandan keyin qaraydigan bo'lsak, menda bir shu setib olgan ismlaringiz chiqadi-da. Bu ismlaringiz mana bu shaklda chiqadi. Siz bu yer orqali setib olgan ismlarni ko'ra olasiz. Hamda biz ismni setib oldik. Ismni setib olgandan keyin biz nima ish qilamiz? Bu ismni setib oldik, hamda bu bizningki yozgan tor betimizni cho'qim bir yerga yo'llashimiz kerak. Buning uchun biz bayam so'zlab o'tgandek bir hosting lozim bo'ldi. Bu hostingda biz o'zimizniki yozgan tor betini shu yerga chiqaramiz. Hamda bu yerda har xil hosting sotirgan shirkatlar, masalan Google'ga kirib, Google'ga kirgandan keyin bu yerga hosting deb yozsak, har xil hosting sotirgan shirkatlarningki e'lonlari chiqadi. Qaraydigan bo'lsak, GoDaddy'ning o'zining bor, Bluehost degan bor, har xil shu hosting sotirgan shirkatlar bor. Shuning ichidan siz o'zingiz azan bilingan birini setib olsangiz bo'ldi. Turkiyadagilar bo'lsa, Turkiyada ishonchli hostingdan birisi Güzel yurtninki shu nimasi bor, hostingisi bor. Shu hostingni sizlarga tavsiya qilaman. Güzel.net.tr deydigan bunda bir torbat bor. Shu torbatda bu yerdan azan torbat shu hostingni setib olasiz. Bu yerda web hosting kirib, bu yerdan
adresini Türkiye'deki mi yoki Avrupa'daki mi şunu tanlasanız bo'ldi. Bu yerda Linux hosting with Windows hosting deb Linux hostingni besib bosgandan keyin bu yerda har xil turlar bor. Masalan, ekonomi 1, ekonomi 2, ideal, taksit limitsiz deyilgandekda. Bu yerda o'sha torbetda qancha gigabayt berilgan, ondan keyin oylik o'sha trafiki, ya'ni ko'rilish besimi qanchalik degandeklarni bandwidth deymiz inglizcha, shularni mishadan ko'ra olasiz. Bu o'sha Turkiyada hosting sotadigan yaxshi shirkatlardan birisi. Endi chet eldagilarga bo'lsa, chet elda HostGator deb mana shirkatni tavsiya qilma. Bu shirkat ninki o'sha hostinglari tor bo'shliqlari nihoyatda muvofiq bahada shuni setib olsangiz bo'ldi. Bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, Get Started ba 2.75 dollardan oylig'i setib olgan. Get Started degani besib bosgandan keyin bu yerda har xil turlar bor. Masalan, ba'zida bir tanlam torbat ochqili bo'lsa, ba'zilarda shu ko'p torbatni ochqili bo'ldi. Buning ichida mana baby plan deganni o'zlari bizga tavsiya qilibdi. Shuni bossak, bosgandan keyin keyingi betga o'tadi. Agar sizning bir ismingiz bo'lmasa, bu yerda register domain qilib, bu yerdan nim qilsangiz bo'ldi. Ismni tizimga oldirsangiz bo'ldi. Bu bir yillik haqsiz ism berilgan. Agar boshqa ismingiz bo'lib qolsa, bu yerda I already own this domain deb mishaga o'zingizningki ismini yozsangiz bo'ldi. Shu torbat ismini yozsiz. Masalan, Uyghur IT Check.com degandek yoki Facebook Check.com degandek torbatning ismini bu yerga yozsiz. Bu yerda shu qaysi turdikisi bor. Biz bayan baby turini tanlagan, baby plan deganni shu bo'ldi. Ondan qanchalik vaqtlik olmoqchi? 1 oylikmi, 3 oylik, 6 oylik, 12 oylik, 24 oylik, 36 oylik degandek. Masalan, 36 oylik olsak 64 da 82% bizga e'tibor qildi ekan. Masalan, 36 oylikni qildik, email adresini yozamiz, ondan yani bir email adresini muqimlashtirish uchun yozamiz, maxfiy nomerini yozamiz, ondan bexatarlik pin nomeri deydi, 4 xillik shu pin nomerini kirgizsiz. Bu 0 dan boshlanmasligi kerak. Ondan buningda faqatlam sallam oladi, cho'qim 4 xon bo'lishi kerak. Ondan mishaga o'zingizniki uchurlarini yozsiz, bank uchurlaringizni yozilib setib olsangiz bo'ldi. Ondan bu yerda mavu qo'shimcha mulozimatlar bor ekan. Shu qo'shimcha mulozimatlarni setib olsangiz bo'ldi yoki setib olmasangiz bo'ldi. Masalan, buni setib olmasliginglarni tavsiya qilma. Qilgandan keyin bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu yerda shu bizga bahasini tushirilgan bir kod beribdi. Bu kodda qaraydigan bo'lsak, 232 dollar bizga bahasini tushirib bergan ekan. Jami bahasi 134 dollar 33 sent bo'libdi. Buni qilib bu yerda bani besib, check out now qilib buni setib olsangiz bo'ldi. Endi torbatni setib olgandan keyin torbatda endi biz nima ish qilamiz? Biz hozir nimni setib oldik? Ismni setib oldik, ondan hostingni setib oldik. Endi biz bu ism bilan hostingni ulashimiz kerak. Endi bu hostingni setib olgan vaqtida hostingda bizga shu DNSni bizga ta'minlab berdi. DNS adresi bor. Bu DNS adresini bizga ta'minlab berdi. Shu DNS adresi orqali biz torbetimizni bayamqi ism bilan bog'lasak bo'ldi. Bu DNSni qayerdan topamiz deganda qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda DNS ism bor, ya'ni name server adresi bor, ya'ni ns6349 hostgator.com, ns6350 hostgator.com deydigan ikki shu name server adresi bor. Biz shu name server adresini elib, bayam setib olgan adresninki shu DNS o'ngshaydigan yerga kiramiz. Setib olgan shu torbat ismninki ichiga kirsak, bu yerda qaraydigan bo'lsak, manage DNS deb bor. Shuni bosamiz. Bassak bizga shu DNS ulaydigan yer bor. Odatda bu yerda shu GoDaddy'ning o'zininki name server adresi bor. Biz bu yerga o'zimizningki name server adresini custom degani besish orqali qilamiz va bayamqi ns6349 bilan ns6350 degan shu name server adresini bu yerga
kirgizib qilmiz. Buni update bo'lishiga taxminan 1 soat ketadi. Ba'zida uningdan tez bo'ldi, ba'zi uningdan sal oshiqcha vaqt ketadi. Bu yerda biz shu hosting hostingimizni ism bilan bog'ladik. Endi biz ism bilan hosting bog'lab bo'lgandan keyin uningdan keyin nima ish qilamiz degan vaqtida biz ismimizni shu hostingga qo'shamiz. Hostingga qo'shish uchun shu hosting setib olgan hostingniki cPanel degan boshqarish rayoni bor. Shu cPanel deganga kirib, cPaneldan qaraydigan bo'lsak, bu yerda domains deb bor. Domains degan yerga biz shu ismni qo'shamiz. Ya'ni o'zimizniki setib olgan ismini miyaga yozamiz. Qo'shimcha ism bo'lsa yozib, add domain qilib qo'shsak, manda ismlar chiqadi. uyg'urdevops.com, uyg'urhub.com deydigan shu qo'shgan ismlaringiz mishaga kirdi. Endi bu ismni biz qo'shib bo'lgandan keyin biz ondan nima ish qilamiz? Masalan, ma uyg'urdevops.com degan ismni ichib boqay. Qaraydigan bo'lsak, manda bir bet bor ekanda, endi men bu yerdagi ma uyg'urhub.com degan torbetga kirib boqay. Bu torbetda nima bor? Qaraydigan bo'lsak, bu torbet oppoq bir betkanda. Hozir biz endi shu oq betning ichiga o'zimizningki materiallarni yollaymiz. Endi men mau cPanelniki beshiga chiqib, bosh betga chiqqandan keyin bu yerda qaraydigan bo'lsak, file manager deb bir yer bor. Biz shu file manager degan yerni bosgandan keyin bu yerda shu bizningki ismlarimiz ulandigan yer chiqadi. Agar sizning ismingiz mau HostGator'ni setib olgan chaqda ulangan ism bo'lsa, bu avtomatik holda public HTML degandanki ichida kirdi. Mushuning ichida bizningki shu torbetlarimiz, bosh torbetimiz mishadi bo'ldi. Buningdan keyin biz boshqa qo'shib olgan torbetlar bo'lsa, keyin qo'shgan ismlar, bu yerda menda ismlar bo'ldi-da. Qaraydigan bo'lsak, masalan, bu Uyghur Hub degannikida, masalan, index.html degan bir hujjat bor ekan. Men bu hujjatni o'chirib etdim. O'chirib etgandan keyin bu torbetga kirsam, bu torbet mana ma shaklda ochildi. Biz shu torbetga HTML betni qo'shmay turib, qilsak, bu ko'rinish ochildi. Biz endi shu cPanel degan yerga, cPanelda shu qo'shmoqchi bo'lgan torbetning ichiga o'zimizniki torbetlarni yo'llashimiz kerak. Buni qanday yo'llaymiz deganda, bu yerdan file deganni biz yangi hujjat qo'shsak bo'ldi. Masalan, index.html deb shu bosh hujjati, shu index.html ichilish hujjati bo'ldi. Buni miyaga yozsak bo'ldi yoki tayyor hujjatingiz shu yozilgan torbet bo'lsa, bu yerdan upload degani besib, shu o'zingizningki torbetini tanlab, bu yerdan select file qilib tanlasangiz bo'ldi. Agar ko'p hujjat bo'lib qolsa, buni zip holatda faylni yo'llab bo'lgandan keyin bu zip holatni bu yerda extract deb shu extract qilib o'zingizniki hujjatini yishib mishaga torbetingizni qo'ysangiz bo'ldi. Bu shu torbetni miyaga yo'llashninki usullari. Endi siz tayyor bir sistemni qurib, shuningga blog ochmoqchi bo'lsangiz, tayyor blog qachlaydigan yermi bor? Asta tushsak, asta WordPress deb bor. Masalan, WordPress deganni besib qilsak, bu WordPressni qachlaydigan o'rin chiqdi. Bu WordPress shu tayyor blog yasaydigan sistemdan birisi. Buni CMS deydi, Content Management System deb. Buni tayyor mishadan qachlash knopkasini besib bilan qachlab qo'ysak, bu torbetimizga qachildi. Masalan, install now deganni bossak, bu yerda shu bizningki qachlash ko'zniga chiqadi. Masalan, qaysi torbetga qachlaymiz, shuni bu yerdan topalaymiz. Masalan, ma'noda uyg'urhub.com deganga qachlaymiz. Agar buning ichida boshqa bir hujjat xaltasiga qachilmoqchi bo'lsa, masalan, bunda demo deb yozib qo'ysam bo'ldi. Ondan buningki ismi, masalan, bu yerga mening torbetim deb yozsam bo'ldi. Agar tushuntirish bo'lsa, bu yerga yozsak bo'ldi. Bu mening tunji betim. Buni yozib bo'lgandan keyin bu yerga shuniki kirish boshqaruvchi ismlarni bu yerga yozsak bo'ldi. Masalan, username'ga ishlatgichning ismi, maxfiy nomeri deganni, ondan email'sini yozamiz. Ondan qaysi tilda ishlatmoqchi bo'lsangiz tilni tanlaysiz. Tilni tanlab bo'lgandan keyin ostida
Her xil təmələr var, yəni template deyimiz. Şu təyyor görünüşlər, şunun içindən birini tanısanız boldu. Yoki qılmay bunu bevosita qaçırsanız boldu. Ondan bir yerga qilib bo'lgandan keyin shu qachlab bo'lgandan keyin qachlashdan keyingi har xil uchurlarni meyga email adresingizni yozib qo'ysangiz bo'ldi. Qilib bo'lgandan keyin install deganni bossangiz bo'ldi. Yoki miyada kuyuk install deb bor, shuni bossangiz qachildi. Bu shu WordPress'ni qachlashninki usuli. WordPress'ni qachlab bo'lgandan keyin Google'ga kirib, Google'dan WordPress templates deb yozsangiz, shu har xil tor betninki tayyor ko'rinish template'lari chiqadi. Klipleri shu yerdan o'zingiz bir klipni tushirib, anandan keyin buni shu WordPress'ga upload qilib, yo'llab, shuni ishlatsangiz bo'ldi. Bugungi darsimizda biz shu faqat torbetni qanday ochamiz, torbet uchun nimalar lozim bo'ldi, shularni o'rganib o'tdik. Keyingi darslar fursat bo'lib qolsa, shu WordPressni qanday qachlaymiz, qanday template'ni qanday yo'llaymiz degandek narsalarni keyingi darslarimizda so'zlab o'tamiz. Undaqda bugungi darsimiz mishakagich bo'lsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.